Marhamat, Gulsora onamiz bilan birgalikda hamma qarindosh urug'larni, amajonlar, xolajonlar, momojonlar, o'g'illar, kelinlarni hammasini taklif qilamiz. Farzandlaringiz nomidan chiroyli bir guldastalarni, sovg'alarni qabul qilib olasiz. Maxsus taronalar ostida. Bugungi tug'ilgan kunlari bilan chin dildan tabriklaymiz. Hammamiz san'atkorlar nomidan, oilamiz nomidan ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Maxsus tarona bilan onajonimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga umumanga so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolarni tilagingni oldiga bosh egamasam yuragingni qalbimda mo'jiza ro'y bersa edi. Yomg'ir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringda nur bo'lardi. Mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi. Onajonimizda iloyimjonlari omon bo'lsin. Obid akamiz nomidan ham farzandlar, nevaralar nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bormikin onadek aziz shirin so'z, u bir quyosh bo'lsa farzand bir yulduz. Qanday baxt farzandlik burchun o'tamoq, kumushdek sochingiz o'pib silamoq. Farzandim dedingiz, chekdingiz zahmat. Onajon, sizga ming rahmat. Farzandlar nomidan sovg'alarni qabul qilasiz. Onajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ilohim 100 yoshlarga to'ling. Xudo xolasa, mana ichkarida ham niyat qildik. Hojona bo'ling Xudo xolasa, farzandlaringiz. Demak, shirinliklar ham bor ekan. Happy birthday to you bormi bizda? Yo'qmi? Aytib turaman bunda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Hayotlaringiz shirinlik kabi shirin bo'lsin. Bugun onam tug'ilgan kun degan qo'shig'imiz bor. Demak, onajonimiz bilan hamma farzandlarni, yaqinlarni raqslarga taklif. Onajonni chin dildan tabriklaymiz. Qani farzandlar, nevaralar, she'rlar aytadiganlar bormi? Tabriklayman. Sherzodjon, balki siz tabriklarsiz mikrofon orqali. Har doim tasvirga olasiz. Bugun bir mikrofonni ushlab ko'ring. Qani ketdik, marhamat. Onajon Sherzod akamizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun
xonadonimizga tashrif buyurganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Mana shu yig'ilishimizning aziz sababchisi onajonimning 70 yoshli tug'ilgan kunlarini nishonlaganmiz. Fursatdan foydalanib onajonimga uzoq umr tilayman. Baxtimizga sog' bo'lsin har doim. Siyosatda yurgan yaxshilarda. Biroga to'libdi. Onajonim 100 yoshlar bilan yuzlashib yursin har doim. Baxtimizga sog' bo'lsin. Rahmat onajonim. Bolalaringizning huzurini ko'ring. Hoji onalar bo'ling. Dadam bilan qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Allohim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun opamni xonadoniga yig'ilib o'tirgan ekanmiz. Tug'ilgan kun munosabatlari bilan tabriklayman opajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirib, yuzlashib yuring. Allohim bolalaringizning baxtiga hamisha omon bo'ling, mening baxtimga omon bo'ling. Ham opamsiz, ham onamsiz. Umringiz uzoq bo'lsin Xudoya. Allohim qancha umr bergan bo'lsa, shuncha umrlarni ko'ring. Allohim hajlarga boring, haja onalar bo'ling, boshimizda bosh bo'ling. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday yaxshi kayfiyatda hamisha shunday yuring. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugun anamni tug'ilgan kuniga yig'ilgan hamma mehmonlarga rahmat aytamiz. Anam yuzlarga kirsin, hamisha bizni farzandlarini, nevaralarini baxtiga sog' bo'lsin. Anam yuzlarga kiring, hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha yuzlarga kiring, sog' bo'ling. Hammaga rahmat. Siyosatda bir bo'ladi. Ota keng berdi, ota. Keng ota. Keng ota berdi. Keng. Kelganlar uchun katta rahmat. Bugun to'liq tabriklayman. Biz bergan baxtimizga sog' salomat bo'ling. Har doim ana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Xonadonimizda kelganlar uchun katta Anajam tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bu yoshlarning ko'pini ko'ring, hammamiz baxtimizga sog' salomat o'ynab kulib yuring. Akam bilan qo'sha qaling. Hamisha yaxshi kunlaringizda keling. Hajiga bor. Demak, hammani chiroyli tilaklarini eshitdik. Jigarlar omon bo'lsin, jigarlarim degan qo'shiq ketadi. Qani ah mening jigarlarim. Salom deganlarim, salom deganlarim. Jigarlarim ah mening jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Kadam basıp köy oturaya olmasın, köy oturaya olmasın. Kızlar sanki acı, çaylarılar gelin geldi, yardırılar gelin geldi. Cakum, 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 hey cakum, 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 cakum. Çay beriler gelin geldi, yar beriler gelin geldi.
Jaku, 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 hey jaku, 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 jaku. Xudoning dilbandi, ikki xudoning dilbandi ya bo'ldilar bugun paylandi, bo'ldilar bugun paylandi. Ko'ngili qushqa farzandli chaybaringlarga keldi, chaybaringlarga keldi. To'ydan ularsa, to'ydan ularsa, ona jannating kuylasin, ona jannating kuylasin. Haqqisi bizlar o'ynasin, chaybaringlarga keldi, chaybaringlarga keldi. Geldi, 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 çayberingler gelip geldi. Geldi, 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 yolberingler gelip geldi. Çayberingler gelip geldi. Rahmat, sog' bo'linglar. Demak, qo'shiqlarimiz mehribon oila uchun. Qani Üstümüzden geçti güler, üstümüzden geçti güler, şansana başıyla biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin güzel diye güler. Biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin güzel diye güler. Üstümüzden geçti güler, üstümüzden geçti güler, şansana başıyla biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin güzel diye güler. Biz mehriban aileyiz, biz mehriban aileyiz, gelin güzel diye güler. Take me home.
tabriklaymiz. Farzandlaringiz Obidjon akani hamda Sherzodjonni juda ham yaxshi taniymiz. Shularni hurmatiga binoan kelganmiz. Endi texnik sabablar uchun aybga buyurmaysiz. Chindan tabriklaymiz, yuziga kiring. Hozir ichkarida ham aytdik, eng baxtli insonlar onasi borlar. Ilohim doim bor bo'ling. Mana shu Xudo xolasa Sherzodjon va'da berdi, keyingi yilga Xudo xolasa hoji ota, hoji ona to'ylarini birgalikda o'tkazaylik. Mana kuyovlaringiz ham juda ham xursand bo'lib, tabriklab, xursand bo'lib o'tirishibdi. Hamma eng yaqin insonlaringiz shu yerda. Biz ham oilamiz nomidan chindan tabriklaymiz. Joyingiz omon bo'lsin. Hech qachon taningiz dard ko'rmasin. Shunday yoshlarni bersin. Allohim sizlarga ham shundan 2 barobar yoshlarni bersin. Bolalaringizning huzurini ko'rib, Allohim ishlaringizni omadini bersin. Rahmat, sog' bo'ling. Duolar qo'llasin hammamizni. Avvalo yurtimizni tinchligiga hech qachon ko'z tegmasin. Alloh nozir har xil ofatlardan, kulfatlardan asrasin. Farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Mana shu insonlarning hurmatiga
hamma tasvirchi yigitlarimiz ham shu yerda. Mana shu chiroyli yozuvlarni, chiroyli bir gullarni, chiroyli bir sahnalarni yaratgan Bekzodjon ukamiz ham Sherzodjonni hurmati uchun shu yerda. Ilohim hammamizni yaxshi kunlarimizda shunaqa bir damligimiz yo'qolmasin. Sog' bo'ling Sherzod, Bekzodjon. Bitta qarsa chalib qo'yaylik shu ukamizga. Jon omon bo'lsin ilohim. Doimo sog' salomat bo'linglar. Endi ayibga buyurmaysizlar, ozgina kech bo'lib qoldi. Bizga ruxsat berasizlar. Qolganini Baxtiyorjonni o'zi ajoyib qilib davom ettiradi. Obidjon akamiz ham sog' bo'lsinlar, musofir yurtlarda yurganlarni ham Allohim o'zi qo'llasin ilohim. Sog' bo'ling. Onajon, endi bitta duoingizni olmoqchimiz biz. Bizga bitta duo berasiz endi. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu amin. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Hammaning oilasida doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Allohim hammalaringizga nevaralar, chevaralar ko'rishlik nasib etsin. Hammaning tani joni sog' bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin, rizqisi butun bo'lsin. Hamisha mana shunday kunlarimiz ko'p bo'lsin. Sizlar ham doim shunday ishlarda, yaxshiliklarda umuman charchamaysizlar. Sizlarga doimo omad tilayman. Kattadan katta hammalaringizga rahmat aytaman bolajonlarim. Hammalaringiz omon bo'lsizlar. Ilohim sizlarga meni yoshimga yetkazib, undan ham o'tkazib, hoji ona, hoji ota bo'ling sizlar. Ilohim shuni tilakdoshman. Ilohi amin. Rahmat sizga ham. Rahmat. Ichkarida shunaqa gap bo'ldi. 102 ga kirgan onamizni tabriklashayotganda 100 ga kiring deganda 100 ga kirganimga 2 yil bo'lgan ekan degan ekanlar. Xudo xolasa 110 yoshingizga kirganda kelishlik nasib ro'zalasin. Rahmat onajon. Rahmat onajon. Baxtiyor qani buvijon uchun yaxshi qo'shiq bo'ladi? Yana aytmadim, men keladiganlarim ko'p. Siz uchun surpriz bu, surpriz deyiladi-ku hozirgi kunda ko'p ishlatiladigan so'z. Surpriz, xudo xolasa kelasi yillarga hojona bo'ling. Mashinalar mining xudo xolasa farzandlar nomidan. Ilohim joningiz omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda salomat bo'lib, bag'ri butunlikda ko'rishlik hammamizga nasib ro'zalasin. Farzandlar qurshovida maza qilib yurish hamma onajonlarga nasib ro'zalasin. Baxtiyorjon ketdik, qani bizni ketganimiz bilinmasin. Bitta chiroyli qo'shiq bo'lsin. Hey! Demak, suratga tushar ekanmiz, musiqasiga o'ynaydigan kun. Biz chindan tabriklaymiz. Ilohim